endi farqini qarang qanday. Yaxshigina farq qilibdi aka. O'zi mana yurishga ham odam qiynalyapti, o'zi yopib tashlagan. Begona o'tlar, igna bargli birorta begona o't poliyada ko'rinmayapti. Salomalik ham qotgan. Assalomu alaykum, hurmatli Aziz Agro kanal kuzatuvchilari, hurmatli dehqon akalarimiz. Oqdaryo tumani Iqbol fermer xo'jaligiga kelganmiz. Nizom akamizning umumiy 19 gektar maydondagi loviyalarni nazorat qilishga. Xo'p, biz Nizom akamizga Xemikto Plus preparatini berganmiz. Xemikto Plus igna bargli o'tlarning barchasini qirib tashlagan. Assalomu alaykum, o'tini ham yaxshigina qotirgan, o'sishdan to'xtagan. Assalomu alaykum ham. Bundan tashqari ekstra azotni berganmiz. Ko'rib turganingizdek, loviya polni ariqlari, pushtalarini yopgan, juda zo'r ta'sir qilibdi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dehqonchilikka baraka bersin. Charchamayapsizmi? Xudo xolasa azotli effektini ko'rdilaringiz. Ya, zo'r ekan. Dehqonlarga, bizni kuzatuvchilarga bemalol tavsiya qila olasiz. Bemalol. Biz xudo xolasa mana natijasini ko'rsatishga kelganmiz. Yon poliyada azot qo'llanmagan hamda Xemikto Plus qo'llanmagan boshqa preparatlar qo'llangan. Shunday. Maydonimiz turibdi. Effektini bilasiz. Bunga qo'llanmagan. Mana bunga qo'llangan, o'zi ayrilib turibdi mana. Shunday ajralib qo'ygan ekan haqiqatdan ham. Azot qo'llanmaganiga u addenli turibdi. Pushtalar ochiq, loviya ekini suz o'sishi, igna barg o'tlar shamak juda ko'p ekan. Shunday. Yaqqol ajralib qopti, ko'z tegmasin, juda chiroyli bu maydon. Zo'r, effekti zo'r ekan lekin. Gap yo'q. Aka, bu ikkita loviya ham adashmasam bir kunda ekilgan, ha? Bir kunga ekilgan. Lekin farqi ancha bilinib turibdi aka. Mana o'zi bilinib turibdi, farqini qarang. Chunki bu maydonga boshqa fermadan olib kelingan dorilar qo'llangan ekan. Endi u dorilarni ismini eshitmadik, bilmaymiz, lekin bu maydonda aka Xemikto Plus bilan ekstra azotda qo'llangan. Hurmatli kuzatuvchilar, marhamat, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yaxshigina farq berib turibdi. Farqini qarang. Bir kunga ekilgan, bir vaqtga sug'orilgan. Ishlov bir kunda, bir vaqtda bo'ladi. Ishlov ham faqat doriga farq qiladi. Doriga farq qiladi. Ishlatilgan preparatlar har xil. Shunday. Bu maydonga mana Xemikto Plus hamda ekstra azotda qo'llangan. Begona o'tlar, igna bargli birorta begona o't poliyada ko'rinmayapti. Salomalik ham qotgan. G'ovlash ham juda ajoyib. Juda dahshat bo'libdi lekin. Xudo xolasa hosilda ham aka farq beradi nasib, xudo xolasa. Demak, sizlarni qanoatlantirgan effektda. Tanlov uchun rahmat. Boshqalarga ham tavsiya qilamiz shu. Tanlov uchun rahmat. Biz har doimgidek barcha dehqonlarni Aziz Agroda kutib qolamiz. Loviyalaringiz begona o't uchun Xemikto Plus yaxshi rivojlantirish, mana shunday o'sishni xohlasangiz, ekstra azotdan tavsiya qilib qolamiz.